xodimlar rahbaridan qo'rqish kerakmi yo hurmat qilish kerakmi? Ko'pchilik xodimlar realni bizdan, rahbarlardan qo'rqib turish kerak deb hisoblaydi. Bu katta xato. O'zi qo'rquv nima, hurmat nima? Qo'rquv bu xodim sizdan qo'rqib turganda realni ishlaydi, lekin siz bo'lmagan payti ish pasayib ketadi. Hurmat qilishchi. Hurmat qilganda siz aytsangiz ham, aytmasangiz ham o'z vaqtida vijdonan ishlaydi. Aytgan barcha g'oyalaringizni amalga oshirishga harakat qiladi. Boshqa odamlar atrofida ham meni rahbarim deb sizni hurmat qiladi, paddeshka qiladi, qo'llab-quvvatlaydi. Siz tanlashingiz kerak. Sizga sizdan qo'rqib faqatgina tepasida gazlab turganda ishlaydigan odam kerakmi yoki sizni hurmat qilib biznesini o'zini biznesidek, o'zini oilasidek ko'rib, jonini berib ishlaydigan